Assalomu alaykum hammaga. Janubiy Koreyada olingan salonda Janubiy Koreyada ichki turizm rivojlanishining asosiy sabablaridan bittasi ko'rish mumkin. Mana shu joyda mana hozir turistlar uchun, masalan, ichki aholi uchun maxsus joy tashkil qilingan. Sababi mana shunaqangi xaritalarni berishyapti tekinga. Mana shu maxsus 5 ta joylarga borib aylanib, o'sha joyga borib maxsus o'zining pechati bor, pechati qo'yib kelganimizdan keyin mana shu yerda maxsus sovg'a beradi tekinga. Misol uchun siz bu joyga borganingizdan keyin aylanib kelasiz, o'zingiz uchun kerakli narsalarni olasiz, madaniy hordiq chiqarasiz, oilaviy va do'stlar bilan borib bemalol aylanib kelsa bo'ladi. Seul markazida, Seul markaz joylari mana shunday turizmni rivojlantirish uchun mana shunday marketinglarni zo'r qo'ygan. Dam olish joylari, madaniy hordiq olish joylari deyarli bepul Janubiy Koreyada. Shu uchun ham ichki turizm zo'r rivojlangan. Dam olish kunlarida oilaviy va o'rtoqlar bilan dam olish ko'p chiqadi icharisida. Shu uchun rivojlanishi ham zo'r, yaxshi pul topadi, yaxshi aylanadi oilasiga va do'stlariga vaqt ajratadi. Shu uchun ham bizda ham mana shunaqangi ichki turizmni rivojlantirish uchun mana shu xaritalarni qilish kerak tekinga va Samarqand, Buxoro, shunga o'xshagan boshqa viloyatlarni hammasini kiritib aylanib kelganga, misol uchun mana shu joylarga borib aylanib rasman o'tib kelganga mana shunaqa maxsus bir podarkamiz bor, yo sovg'amiz bor deyishsa, bizda ham ichki turizmni ancha rivojlanadi. Keyin ichki turizmni rivojlantirish uchun bo'ladigan manzillarni kirish deyarli arzon qilish kerak yoki tekin qilish kerak. Shularni ko'proq bosh qotirish kerak. Hammaga alangali salomlar. Janubiy Koreya, Seul poytaxti.